Hammaga salom qizlar va o'zgalar. Bu video yangi yilda chiqish kerak edi. Baribir ham tabriklayman va hammangizga tilaymanki, har doim eng yaxshilarga obuna bo'lasiz. Masalan, menga. Va eng muhimi nima bilasizmi? Eng muhimi sizlarning YouTube'ingiz har doim ishlab tursin. Bugungi video uchun VB'dagi eng past ballik kosmetikalarni zakaz qildim. U qandaydir kir. Yo xudo, nima bu? Siz buni ko'ryapsizmi? Ko'ryapsiz. Umuman olganda men juda ko'p narsa zakaz qildim, hattoki rejamdan ham ko'p. Xo'sh, unda boshlaymiz. Men yuzimni tayyorlab oldim. Umuman olganda men past ballik baza topa olmadim. To'g'risini aytsam, menga shunchaki qo'rqinchli. Past ballik bazani yuzga surtish xavfli va men zakaz qilgan tonalnik ham menimcha undan keyin menda akne bo'lishi aniq. Hozir sochlarimni yig'ishtirib olaman. Aytgancha, yangi ukladkam qanday chiqibdi? Masalan, menga juda yoqdi. Kayfiyatim juda yaxshi, o'liklardek. Tonalnikka qarab, bugun menda bimbo vibe bo'lishini bildim. Mana. Uni rangiga shunchaki qarang, u shunchaki oranjiy rang. Kelinglar, buni ishlatishdan oldin birinchi kommentariyasini ko'ramiz. Agar videodan mening grippim yo'qib bo'ladigan bo'lsa, men javob bermayman. Men har kun kasha bilan uxlab, kasha bilan turyapman. 3 ball 5 kishi ovoz bergan. Kommentariya. Tanamga juda yomon yotdi va yomon hid keltirdi. Oluvchiga yoqmagan. Rasmda u oq ko'rinayotgandi, lekin hayotda rostdan men oq rang zakaz qilgandim. Mana oq rang. Menga shunchaki ayting, bu ikkalasi bir xil rangmi? Bu 3 barobar qoraroq. Menga yoqdi, lekin rasmda oqroq ko'ringandi. Hammasi tushunarli, rasmda hammasi oq. Hurmatli sotuvchi, iltimos uni o'rashni o'rganing. Men paletkani 5-marta zakaz qildim, lekin u yana siniq keldi. Paletka? Menimcha bitta odamdan ko'p narsa zakaz qilishgan. E'tibor bersangiz, bu ko'charkan. Uni etiketkasini shunchaki ko'chirib olish mumkin. Undan oldin buni puliga e'tibor bering. Bunaqangi pul tonalnik uchun pul emas. Iltimos, bunaqa pulga tonalnik olmang. Hidi shunchaki g'alati. Yana menimcha u yaxshi yotadi. Juda g'alati hid. Xuddiki ustachilik kraskasiga o'xshaydi. Kelinglar, yaroqli muddatini ko'ramiz. Chunki men o'tgan videoda yaroqsiz tonalnikni ishlatib qo'ygandim. U videoni men dublyaj qilmaganman. Dublyaj qilishimni xohlasangiz obuna bo'ling. Hammasi joyida, hammasi yaxshi. Hattoki shikoyat uchun adreslarini ham yozib qo'yishibdi. Agar nimadir bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mening yuzimga akne paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta yozaman. U juda to'q rang. Qarang, u rasmda qangi emas. Juda g'alati. Qaranglar, u qandaydir suyuq. U menga qalin ko'ringandi, u aslida suyuq ekan. Akne chiqishini xohlamayapman. Menga o'zi akne chiqishi oson va men hozir shuni lazer bilan davolaganman. Sezgan bo'lsangiz, rahmat. Shuning uchun like bosing va obuna bo'ling. Kelishdikmi? Rahmat. Men albatta kuygan effektni yaxshi ko'raman, lekin u mening bo'ynim rangi bilan deyarli bir xil. Bu degani men bo'ynimga surkashim shart emas. Lekin oldin ishlatgan arzon tonalligimdan bu yaxshiroq. Bu hech bo'lmasam yotib beryapti va surilyapti. Lekin hech nimani yopmadi. Mayli, yengil makiyaj. Okey. Yengil va hamma aknelar ko'rinib turibdi. Unga nima ishlatilgan o'zi? Yozilgan vegan deb. Lekin men bunga ishonmayman. Bu pul uchun veganskiy kosmetika olish, vitamin C. Qo'ysangizchi qanaqa C? Bu CC krem ekan, shuning uchun yaxshi yopmadi. Bu yerda hayvonlarda tekshirilmagan deb yozilgan. Bu pulga hayvonda tekshirilmagan? Yo'q, vobshe ishonmayman. Kelinglar, Rumiyanaga o'tamiz. Rumiyana har doim akne chiqaradi. Shunaqa past ballik bo'lsa. Kelinglar, surishdan oldin kommentariyalarni ko'ramiz. Yuz uchun Rumiyana 3tasi birda. Bu degani highlighter, Rumiyana, kontur. Bahosi 3, lekin kommentariya yo'q. Menimcha sotuvchi uni yashirib qo'ygan yoki o'chirib yuborgan. Undan men birinchi kommentariya qoldiraman. Xo'sh. Bu yerda qanaqadir bu kir. Bu yerda kir nima? Nimagadir u umuman chiqmayapti. Highlighter umuman ko'ringani yo'q, lekin rangi ajoyib. Yaxshi desa ham bo'ladi. Men uni hozir kesichka bilan tarqatib ko'raman. Lekin yaxshi tarqalyapti. Tonalnik yopmagan aknelarimga salom. Yomon emas, ahmoqona ko'rinmayapti. Yana ozgina qo'shaman, chunki yorqinroq xohlayman. Men buni baholay olmayman, chunki tonalnigimni ko'rdinglar, o'shani ustidan surdim. Lekin menimcha
to'g'ri qo'ygan bo'lardim. Yoki 3,5, sababi undan keyin menga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Men sizlarga buni keyinroq aytaman. Menga suyuq rumyani yoqadi, sababi u qizarishlarini yashirishi mumkin, lekin menikini emas. Ketdik. Konsiler zakaz qildim. Oddiy konsiler, ko'rinishi ham oddiy konsiler, lekin u juda arzonga tushdi. Ha, odamlar juda arzon, juda. To'q sariq. Hamma joyi but keldi, lekin sariq. Hidi yaxshi ekan, menga yoqdi. Eng och svetini zakaz qilgandim, lekin eng to'q keldi. To'xtinglar, menga qanaqasi keldi? Men 01-raqamni zakaz qildim va menga 01 kelibdi. Aytgancha omadim kelyapti. Доставлено хорошо, цело, идеально, даже я бы сказала блестяще. Ужасно окисляется, так и сам рыжего цвета. Не думаю, что есть люди такого цвета кожи или что-то похожее. Нормально. Достоинство. И этот смайлик. Желтеет, хотя на фотке совсем другого цвета. Пахнет непонятно чем, маленький, и даже если нанести чуть-чуть, все равно пятно будет желтое на лице. Azizlar, menimcha u oldin ochilgan. Sababi birinchi ochilganda odatda undan ovoz chiqadi va отпечаткасы bo'ladi. Lekin bu narsada unaqa narsalar bo'lmadi va mana bu joy kir. Qandaydir. Men uni ochganimda u shunday ahvolda edi. Tushunishingiz uchun. U yangiga umuman o'xshamaydi, xuddiki ochilgan. Va yana bilishingiz uchun unda yaroqlilik muddati yozilmagan ekan. U yorqin rang va pusht rang degan bo'lardim. Va u hozircha yaxshi. Hozircha. Вообще norm. Sarg'ayib qolgani yo'q. Qarang, menda hammasi joyida. Men suryapman, hammasi joyida. Yomon emas. Aytganlardek, agar rangni to'g'ri tanlasangiz sarg'ayib qolmaydi. Bu pul uchun bu juda yaxshi. Va men qarab turibman, bu yomon emas. Faqat u nimadan qilingani. Kelinglar bu haqida gaplashmaylik. Eng yomoni, eng arzon kosmetikani ishlatish. Yuzinglarni shunchaki rasvo qilasizlar. Va men shunaqa kosmetika oldim, arzon. Buni sizlar bilan tekshirib ko'ramiz keyingi videoda. Menimcha bu juda g'alati bo'ladi. Shuning uchun obuna bo'ling va men keyingi qismda dublyaj qilgunimgacha xayr.